Assalomu alaykum. Bugun saratonlarning sabablari to'g'risida gaplashishga davom etamiz. Bugun juda ham ko'p yaqinlarimizga yoqmagan, turmush o'rtoqlarimizga, farzandlarimizga yoqmagan bir omil to'g'risida gaplashamiz. Bu sigaret, tamaki. Tamakini juda ko'p xillari bor. U tamaki turlari to'g'risida batafsil grafiklarda ko'rsatamiz. Up to Date degan amerikanskiy kitobdan olingan va Cancer degan kitobdan olingan qo'shimcha ma'lumotlarni ekranda ko'rsatamiz va uni izoh beramiz. Undan oldin nimalar demoqchiman sigaret to'g'risida. Sigaretda har xil turlari bor. Shisha bor, hukka deb nomlangan bitta turi bor, sigara bor, sigarella bor, sigaret bor, elektronli sigaret bor, hits bir idishga buni nima deb aytiladi? Isituvchi sigaret turi deb aytiladi. Vibe'lar bor, qilib sigaret chekadigan xilma-xillari bor va ularni odamga ta'siri har xil darajada. Bularni grafikda ko'rsatamiz, lekin qisqa qilib aytganda sigaret hozirgi dunyodagi eng katta sabablardan bittasi onkologiyani, o'pka juda katta protsentda squamous cell karsinoma degan bir turi bor. O'shani eng asosiy sababi o'pkadagi. Hop, qizil o'ngach, siydo qopi, pochka, oshqozon osti bezi, tamaki demay juda ko'p saratonlarni sababi bo'lishi mumkin. Uning ichida eng oldi bayroq ko'tarib turgani bu o'pka. Ko'pchilik o'ylaydi faqat o'pka deb o'ylaydi. Unaqa emas. Juda ham ko'p turdagi saratonlar, buni grafikda yana ko'rsatamiz. Tamaki saratondan tashqari yurak va yurak qon tomir kasalliklarini chiqaradi, o'pka kasalliklarini chiqaradi. Bu unga qo'shib juda ko'p kasalliklarga ta'sir qiladi. Ma'lum bir kasalliklarni tezroq rivojlanishiga ta'sir qila oladi. Misol uchun suyakdagi muammolar, болезнь Бехтера va ankilozирующий spondylar artroz degan bir kasallik bor. Mana misol uchun u kasallik to'g'risida men o'qiganimda juda ham qattiq tavsiya qilamiz nikotin qabul qilmasin bemor, sigaret ya'ni chekmasin deb aytilganda, chunki o'sha kasallikni avj olib tezroq rivojlanishiga katta faktor ekan sigaret. Kasalliklardan tashqari sigaret yana juda ko'p biz yaqinlarimizga yoqmaydigan bir faktorlari bor. Bu og'izdan xunuk, kiyimdan xunuk, ko'rgan hid, sariq tishlar, bular hammasi sigaret tashishimizga, sigaret chekmasligimizga bir o'ylab qo'yishimiz kerak bo'lgan omillar. Shuning uchun azizlar, sigaret chekmaslik kerak. Bu sigaret faqat saraton emas, faqat yurak kasalliklari emas, o'pka kasalliklari emas, juda ko'p narsalarga ta'sir qiladi hayotimizda. Cho'ntagimizga, pulimizga ham hattoki ta'sir qiladi. Chunki bir xil insonlar qimmat sigaret chekadi, bir xillar uncha qimmat emasini chekadi, lekin doimiy chekadi. Bu yillar davomida sarfini hisoblasa sigaretga kichkina pul bo'lmaydi. Hozir sigaretlarning turlarini ko'rsatamiz va u turdagi har bir turdagi tanaga qanchalik xavfliligini tushuntirib ko'rsatib beramiz. Sigaret chekish dunyo bo'yicha o'limning asosiy oldini olish mumkin bo'lgan sababi bo'lib, har yili dunyo bo'ylab taxminan 7,7 million inson o'limiga sabab bo'ladi. Chekish bilan bog'liq o'limlarning aksariyati aterosklerotik yurak qon tomir kasalliklari, o'pka saratoni va surunkali obstruktiv o'pka kasalligi tufayli yuzaga keladi. Tamaki iste'mol qilish, shuningdek, o'pka saratonidan tashqari turli joylarda ham xavfli o'smalar kabi boshqa ko'plab o'tkir va surunkali kasalliklar xavfini oshiradi. Chekishni tashlash umr ko'rish davomiyligini 10 yilgacha oshiradi, sog'liq uchun jiddiy foyda keltiradi, hayot sifatini yaxshilaydi va har doim tibbiy yordamni ustuvor maqsad deb hisoblanishi kerak. Zararsiz 0 ball. Bu guruhga faqat tamaki va nikotindan butunlay voz kechish kiradi. Eng kam zararli NRT va elektron sigaretlar, nikotin o'rnini bosuvchi terapiyalar, plastirlar, spreylar va elektron sigaretlar eng past xavfga ega. Ularning zarar darajasi 5 ballga ham yetmaydi. Kamroq zararli tutunsiz tamakilar, snus va boshqa chaynash tamakilari o'rta darajadagi xavf guruhiga kiradi. Taxminan 5 dan 15 ballgacha.
o'ta yuqori zararli. Bular yonuvchi tamakilar eng xavfli guruh hisoblanadi. Bunga trubka, sigara va kichik sigaretlar kiradi. Shkala cho'qqisida esa oddiy sigaretlar turibdi. Ular 100 balllik maksimal zarar bilan inson salomatligi uchun eng katta xavf manbai deb ko'rsatilgan. Shuning uchun azizlar, sigaret chekmanglar, fizически aktivniy turinglar, jismoniy tarbiya qilinglar, semirmanglar, non kamroq yeyglar. Yaxshilikni ko'rishguncha xayr.